Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Bugun Andijon shahar Yangi bozor hududidagi Bron aviakassasiga tashrif buyurdik. Sababi direktdan kommentariyalarda juda ko'pchilikning birinchi berayotgan savoli bilet narxlari bo'lyapti va qaysi kompaniya qanday, qaysi aeroportdan qaysi aeroportga qo'nadi. Shular haqida balki kimdir onlaynda ko'rib tushunmaganlar bordir, shular yozayotgandir. Videomiz shular uchun. Xitoyga haftasiga 2 martadan qatnaydigan akalar, iltimos kommentariyalarda buvadan so'kish yo'q. Do'stlar, mana hozir ichkariga kirib akalarimizdan so'raymiz biletlar narxlarini. Assalomu alaykum, Xolmela aka, charchamaysizlarmi? Aka, ana videolarni ko'rganmisiz? Ketkim kelyapti. Qayergaligini bilmadim, lekin ketkim kelyapti dedi. Shunga o'sha globusni bitta aylantirsam aka. Shunda qo'lim to'xtagan tochkaga jo'natib yubora olasizmi? Jo'natamiz. Hamma joyga demak biletlar bor. Hamma joyga bor. Sizga bo'lmasa bizni asosiy anaqamiz bugun bu yerga kelishimizdan maqsadimiz aka Xitoyga biletlar haqida ozgina ma'lumot olmoqchi edik. Chunki direktdan ham kommentariyalarda ham yozishyapti. Onlaynda ozgina tushunmovchiliklar bo'libdi. Biletlarda aeroportlarini nomlarini to'liq yozilmagan holatlar ham bo'libdi. Qiynalishgan u yoqqa borib aeroportga tushganda. Shu haqda ham ozgina biletni narxini avvalo, keyin bilet haqida ma'lumot ham berib yuborasiz ozgina aeroportda. Xo'p, bizda o'zi onlayn ko'rgan holatdan ham arzonroq biletlarni qilib beramiz. Onlayn olgandan ham arzonroq tushadi agar bizdan oladigan bo'lsa. Xo'p, undan keyin aeroportlar, hamma yo'g'i, qaysi terminalga qo'nishi, yuki qanchaligi, registratsiyasi nechida boshlanadi, hamma yo'qni to'liq yozib beramiz qo'liga. Xudo xolasa biletlarimiz oldindan chekkin qilib registratsiyalardan o'tib qo'yamiz. Mana aka, yana bitta shu o'rinda asosiy bitta savolim bor edi. Mana menga yozishdi, biletni qanchaga oldingiz? Men aytdim, 3 million atrofida bo'ldi. Endi aytayaptiki, bitta odam, mana kommentariya ochiq endi videoda bu, hamma oddiy odamlar bizni nima qiladi? Bitta odam aytayaptiki, necha yil bo'ldi kelganingizga Xitoyga deb shunaqa savol beryapti. Sababi balki ular qimmatroq olgandi, balki men arzonroq. Shu biletni narxlariga nima asosan oldinroq olish kerakmi yoki kuni yaqinlashgan sari uchadigan kuni shunga qarab narx ko'tariladimi? Shu nima deysiz? To'g'ri, hozirgi paytda, hozirgi sezonda oldinroq olib qo'ygan yaxshi, chunki yaqin kunlarga kelganda biletning narxlari ancha ko'tarilib ketadi. Kerak bo'lsa 2 barobar ham ko'tarilib ketishi mumkin narxlari. Agar oldinroq, deyli 20 kun, 1 oy oldin oladigan bo'lsa, narxlarda ancha arzon oladi. Xo'p, aka qarang, bo'lmasa realniy bugungi chislamizda, mana bugun xudo xolasa 5-fevral. 5-fevral ekan. 5-fevral 2026-yil. Hozir endi Xitoyda bayrami boshlandi, xabaringiz bo'lsa kerak. Xitoy